Adashgan insonga to'g'ri yo'l ko'rsatish, uni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash muhim va ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Aslida hech kim jinoyatchi bo'lib tug'ilmaydi, biroq ayrim sabablar tufayli boshi berk ko'chalarga kirib qoladiganlar bor. Mana shu davrda ham, undan keyin ham atrofdagilarni erkin va samimiy munosabatigina foydali xulosani chiqarishlariga sabab bo'lishi mumkin. Tuzalish yo'liga o'tganlar esa ikkinchi imkonga haqli. Namangan viloyatida ham bir guruh shaxslar shartli ozod etildi. Fuqaro o'zi ishsiz bo'lsa-da tanishini Qamchiq avtoyo'l korxonasiga kirgizib qo'yishni va'da qilib, qonunchilikda belgilangan jinoyatni sodir qiladi, ya'ni firibgarlik, ammo bilmadiki, uning xatti-harakatlari nazoratga olingan edi. Ayni shu g'ayriqonuniy ishi uni panjara ortiga olib keldi, ammo qilgan ishlardan to'g'ri xulosa chiqara olganligi bois unga yana imkoniyat berildi. 2023-yil 4-aprel kuni Pop tuman sudi tomonidan 2 yil 1 oyga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangandi. 2024-yil 19-fevral kuni Sayyor sud tomonidan oqlandim. Endi bundan bag'ga xudo xolasa halol mehnat qilib, bola chaqamga bosh bo'lib, o'zimga xulosa chiqardim, boshqa bu ishlarni qilmayman deb va'da beraman xalqimizga. Namangan viloyati Pop tumani ichki ishlar bo'limi probatsiya hisobida turuvchi 11 nafar nazorat ostidagi shaxslarga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda jazo turi qo'llanilgan edi. Tayinlangan muddatda ularning mehnatga halol munosabatda bo'lganligi, tuzalish yo'liga kirganligi inobatga olinib, ular shartli ozod etildilar. Jinoyat ishlari bo'yicha Pop tuman sudining 2024-yil 19-fevral kunidagi sayyor ochiq sud majlisi Pop tumani Barkamol avlod bolalar maktabida bo'lib o'tdi. Sud majlisida Pop tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining mahkumlarni o'talmay qolgan jazodan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilish haqidagi 11 ta taqdimnomasi ko'rib chiqildi. Mahkumlar tuzalish yo'liga kirganligi, namunal xulq-atvorga va mehnatga halol munosabatda bo'lganligi, jazoni o'tash davrida ma'muriy va intizomiy javobgarligi tortilmagan e'tiborga olinib, Pop tuman ichki ishlar bo'limining taqdimnomasi qanoatlantirildi va ular o'talmay qolgan jazodan Jinoyat kodeksining 73-moddasi asosida muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilindi. Shartli ozod etilganlar oldida endi bir maqsad: berilgan ishonchni oqlash va takror jinoyat sodir etmaslik, jamiyatda faolliklarini oshirib, yurt ravnaqi, oilasi farovonligiga munosib hissa qo'shish. Bu kun Hulkar Ismoilova, Namangan.